Kechki xizmatni o'tkazish uchun Termiz shahridagi Azizbek to'yxonasiga yetib keldim. To'yxonaga kelishim bilan gitaristim shunaqangi asabimni buzdi. Hamma muzikantlarim oq ko'ylak, qora shim kiyib kelgan. Gitarisimni oq ko'ylak, qora shim kiyib kelishi esdan chiqib ketib qopti. Gapirgandim, xafa bo'lib xo'mrayib turdi. To'y boshlanishi bilan kuling endi degandim, kayfiyat ko'tarilib ketdi. Mast ayladi, sarmast ayladi qilib bitta kichkina qizcha bilan mazza qilib o'ynab oldik. Ochuvma shunaqangi ashulalarni aytdim, to'yxonadagi kelgan 600 ta mehmonni hammasi chiqib o'ynadi. Qisqa qilib aytganda digirdatdilar. Xullas onalarga gul berdik, otajonimizga sovg'a berdik. Bugungi to'yimiz mana shunaqa zo'r tarzda yakunladik. Kelin-kuyovlarga baxt tilaymiz. Bizga xizmat bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Showmi, bes showmi o'tkazib beramiz. Ifor show gruppasi kuzatib turinglar.